Oddiygina asal va sedana bilan farzandlaringizda, yosh bolalaringizda kechasidan butunlay xalos bo'lishini bilarmidingiz? Bir piyola toza asalga bir choy qoshiq sedanani maydalangan holatda aralashtirasizda, solib aralashtirib, har kuni ertalab farzandingizga bir mahal och qoringa ichirib yuborasiz. Va natijasini tez orada ko'rishni boshlaysiz. Bu yosh bolalar uchun edi. Endi kattalar uchun, yosh kattalar uchun ichak shamollashlari, yuqori nafas yo'llari, rinit, bronxit, stomatit, buyrak shamollashlari, oshqozon shamollashlariga esa bitta tartibini aytib o'taman. Bir piyola toza asalga, buni oilaviy qilishlaringiz ham mumkin. Bir piyola toza asalga bir choy qoshiqda sedana solib, albatta maydalanganini, sedanani aralashtirib, vaqtini aytib o'taman. Oshqozonni shamollash uchun, ichaklarni shamollash uchun, buyrakni shamollash uchun har o'sha sedana malhamni ichish vaqti bor. Endi oshqozonni shamollash uchun 7 dan 9 gacha, ya'ni 7:30 dan 9 gacha ichiladi. Shunda oshqozonni ishlash vaqti boshlangan bo'ladi. Xo'p, ichaklarda vaqti soat ertalab sahar 3 dan 5 gacha bo'ladi. O'sha vaqt oralig'ida ichishingiz kerak. Buyrakda vaqti esa 5 dan 7 gacha.